Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan task1 turini, comparative turining overall va paragraflash qismini ko'ramiz. Hop, task1 turini, comparative turini ko'ramiz. Comparative tur bu nima degani edi? Bu sizlarga yil bitta beriladi yoki umuman berilmasligi mumkin. Bunda usti tushdi degan narsa bo'lmaydi. Bunda faqat sizlar solishtirib berishingiz kerak har bitta kategoriyani bir-biriga. O'zini 16 ta so'zlar bor edi. Undan oldingi darsimizda 16 ta 50 nechta edi? 16 ta formula bor. O'sha bilan har bitta kategoriyani bir-biriga solishtirib bersanglar yaxshiroq bo'ladi. Hop. Mavzuga qaraymiz. Table ekan bu. Yil betda yil yo'q ekan. Yil yo'q bo'lgan paytda qaysi zamonda yozamiz? Ananda present simple past simple yoki har doim present simple da yoki har doim past simple da yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi overall qismini ko'rsaylik. Hop, overall qismida ikkita qoida bor. Overall qismida ikkita qoida bor. Birinchisi overallda bu nimaligini yozib ketaylik mana shu yerda. Yilsiz deganda yilsiz yoki bitta yil berilgan bo'lsa, comparative deb qo'yamiz shuni. Comparative chartda ikkita qoida bor. Two rules. Birinchisi overall qismining birinchi qoidasi. Hop, birinchi qoidasida har bir kategoriyani daftar olsanglar yaxshiroq bo'ladi. O'zingizlarga yozib olish maqsadida har bir kategoriyani eng kattasi va eng kichigini aytamiz. Eng kichigini aytamiz. Bu nima degani? Bizda misol uchun kategoriyalar ko'p berilgan bo'lishi mumkin. O'shaning ichida eng kattasini tanlab olasiz. Keyin eng kichigini tanlab olasiz. Misol uchun bu tableda the table below shows the average weekly salary of men and women working in different occupations. Nima ekan? Haftalik daromad ekan. Erkak va ayollarning turli xil occupations kasblarda. Turli xil kasblar, nima? Technicians ekan, service worker, professionals, administrative and manual laborers. Mana shu kasblar erkak va ayollarga ajratilibdi. Bu mana sizga berilgan paytda siz birinchi navbatda qiladiganingiz overallda topishingiz kerak bo'ladi eng katta va eng kichigini. Erkaklar qaysi kategoriyada, qaysi ishda eng katta ekanini pul jihatdan qaysi texnologiya yo'q, ananda birinchisida pul qaysi kategoriya, qaysi ishda ko'proq pul topgan? pastigan Professionalsda eng ko'p pul topgan ekan 2000. Siz mana shu 1 2 3 4 5 ta kategoriya berilgan bo'lsa, mana shu 5 ta kategoriyadan eng kattasini topib olyapsiz-da. Erkaklar qaysi kasbda eng ko'p pul topganligini topib olyapsiz. $2000 pul topdi professionalsda. Eng kichigi erkaklar qaysi kasbda eng kichik, eng kam ish haqi olgan. Manual laborers mana shu kasbda eng kichigi bo'lgan ekan. Birinchi qoidamiz har bitta kategoriyani eng katta va eng kichigi edi. Erkaklarni topdik. Endi bizda keyingi kategoriya bor, bu ayollar. Ayollar qaysi kasbda eng ko'p pul topgan? Bu ham shuda 1900 Professionalsda 1900 topdi. Eng kichigi erkaklardagi. Eng kichigi erkaklardagi. Siz mana shu overall qismida mana shu narsani ko'ra olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qoidamiz. Ikkinchi qoidada umumiylik. Umumiylikni qidiramiz.
va o'xshash ma'lumotlarni bitta gapda aytib o'tib ketamiz. Bu nima degani? Umumiylik deganda birlashtirishimiz kerak. Mana boya ayol va erkaklarga ajratdik-ku mana yerda. Siz mana shu ayol va erkakning nima bir xil tomoni bor? O'shani topib olishingiz kerak. Erkak va ayollar nima bir xil tomoni bor? Bitta sohada ko'p. Professionalsda jinsiga qaramasdan mana shu yerda eng ko'p oylik topgan ekan. Eng kami ham nima? Bitta sohada. Siz mana shuni overallda bitta gapda aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun jinsiga qaramasdan professionalsda erkak va ayollar jinsiga qaramasdan jinsiga qaramasdan odamlar professionalsda eng ko'p pul topgan ekan. Shuni teskarisi to'g'ri edi. Manual labor studies. Bu ikkita qoida tugadi. Endi yana bitta qismi bor. Erkaklar ayollarga nisbatan qaysi ishlarda eng katta bo'lgan yoki ayollar qaysi ishlarda erkaklarga nisbatan katta bo'lgan. Mana shu joyni ham topishimiz kerak. Erkaklar qaysi kasbda eng katta bo'lgan ayollarga nisbatan solishtirasiz. Bir-biriga solishtiring. Yo'q, qaysi kasblarda eng kichik ayollar ko'proq bo'lgan, qaysi kasblarda erkaklar ayollardan ko'proq pul topgan. Mana unda kim katta? Techniciansda kim? Erkaklar katta. Hop, service workersda kim pul ko'p topgan? Erkaklar. Professionalsda kim pul? Erkaklar. University administratorda. Erkaklar. Manual laborersda. Hammasi erkaklar. Siz mana shu narsani ko'ra olishingiz kerak. Erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq pul topgan deb qo'yasiz. Overall qismida. Solishtirishingiz kerak. Agarda techniciansda ayollar ko'p pul topganda edi, siz mana shu joyni ham aytib ketishingiz kerak bo'ladi. Ayollar techniciansda erkaklarga nisbatan ko'proq pul topgan deb aytib ketishingiz kerak. Bu uchinchi qoida. O'zi ikkita qoida edi. Uchinchisi mana shu solishtirish va kattasini solishtirish bilmadim. Buni qanday foyda qilib yaratish bilmadim. Lekin sizlar mana erkak va ayollarni bir-biriga solishtirib, ikkalasi qaysi biridan bir-biridan o'tib ketganligini topishingiz kerak. U qoida qilib yozib bera olmasam kerak. Mana sizga qaraylik. Shundan tushunib olsa bo'ladi. Overall qismida boshida mana shuni yoziladi. Overall deb yozasiz, virgul bilan boshlaysiz. Man, I would earn it. Nima degani? Man, I would earn it. Ko'proq pul topdi degani mana shu narsa. Erkaklar ko'proq pul topdi ayollarga nisbatan in all jobs. Solishtirdi bir-biriga. O'shanda eng kattasi kimligini aytib ketyapti. Shu erkaklar ko'proq pul topgan ekan. Endi bizda boyagi ikkita qoidani ishlatishimiz kerak. Eng katta, eng kichigini topishimiz kerak va umumiy qilib berishimiz kerak. Umumiy bitta gapda yozib berishimiz kerak. While struktura bor va shu yaxshi zo'r struktura kim aytdi? Reverse bilan the reverse is true bilan tugaydi. Ko'ramiz. While professionals generated. Generated o'rniga boshqa so'z ishlatsanglar, showed ishlatsanglar yaxshiroq. While professionals showed the highest salary, professionals eng katta oylikni ko'rsatgan bo'lsa, the reverse is true for manual laborers. Shuni teskarisi degani. Reverse degani shuni teskarisi. Siz mana bu narsani qaytarib o'tirmasda, showed yoki boshqa narsa qilib o'tirmas. The reverse is true for manual laborers. Virgul bilan qarang. Regardless of their genders. Nima degani? Regardless of their genders. Jinsiga qaramasdan. Jinsiga qaramasdan deb aytib ketyapti.
Tushundingizmi? Nima? Birinchi qoida nima ekan? Birinchi eng ko'pini topolganmiz. Keyin, Eng kamini topolganmiz. keyin Solishtirarkanmiz. Qaysi biri eng ko'p, qaysi biri eng kam, qaysi soat topgan. o'shani yozib bersanglar bo'ladi, o'g'ri. Keyingisiga qaraymiz. Bu yerda the chart shows the percentage of boys and girls aged 5 and 14 taking part in cultural activities and sports in Australia. 5-14 yoshli bolalarni madaniy mashg'ulotlarga va sportga qatnashishni ko'rsatkichi ekan, foizi ekan. Bizda boy and girl bor ekan, qarang. Ko'klar boys, oranjevый girls. Bizda nechta kategoriya bor? Bizda drama bor, dancing bor, singing bor, playing music bor va sport bor. Yonidagi ko'rsatkichga ham e'tiborli bo'ling. 25% bu, 20%. Bucha 70%, 60%, 50%. Farqi bor. Yana qarang, birinchi qoida nima edi? Eng yuqorisi. Har bitta kategoriyani eng kattasi va eng kichigini topa olamiz. Bu nima degani? Bolalarni topa olamiz qaysi kategoriyada eng kattaligini. Bolalar. O'g'il bolalar qaysida eng katta bo'lgan qatnashish bo'yicha. Raqamda. Play degan. Qaysi playdi? Play music. Play musicda necha foiz? 15%. Hop, bu necha foiz? Sportga 70%. Hop, eng kattasi qaysi bo'ladi? Sportda bo'ladi. Sportda eng katta bo'lar ekan. Mana shu joyga ham e'tiborli bo'lamiz. To'g'ri, men aytdi, bunday qilganda yoniga qo'shib qo'ysa bo'lardi. Bilmadim nimaga yoniga qo'shmagan. Sportda lekin eng katta bitta chang'ituvchi bo'lsa kerak, bilmadim. Mana shu joylarga ham e'tiborli bo'lishlari kerak. 70% sportda ekan bolalar. Eng kattasi sportda ekan bolalar. Eng kichigi-chi? Bolalarning eng kichik ko'rsatkichi qayerda? Dancing degan. Dancing degan. Siz mana shuni ko'ra oldingiz. Endi qizlarga ham shu ishni qilasiz. Hop. Qizlar qaysida eng katta? Qizlar dancing degan. Yaxshilab qarang. Ya, pastdagi sport degan. Bu nechi? 60 ekan. 50%, albatta 25%. Shu chalib qolmaydi, bu katta to'g'ri. Lekin mana joy bormi? Qizlar ham nimada katta ekan? Sportda. Eng kichigichi? Eng kichigi. Qizlarni mashg'ulotlar. Drama bilan singing o'rsangiz bo'ladi. Mana shu ikkalasini aytib bo'ladi. Endi uchinchisi. Hozir ikkitasini qildik. Umumiylashtirishimiz kerak. Ikkinchi qoida bo'yicha umumiylashtirishimiz kerak. O'g'il bolalar bilan qiz bolalar nima umumiy jihatlari bor? Sportda eng yuqori natija. Jinsiga qaramasdan ikkalasi ham sportda eng katta ekan. Lekin eng kichiklari boshqa narsa ekan, qarang. Dancingda o'g'il bolalar kichiklar o'ziga bo'lsa, singing bilan dramada qizlar eng kichik bo'lgan. Mana shu narsani prosta yozib berishimiz kerak. Endi mana joyga ham qaraymiz. O'g'il bolalar qiz bolalarga nisbatan qaysi kategoriyalarda eng katta ko'rsatishni ko'rsatgan? Sport bilan Cook qaysi? Play musicda. Qolganlarida qiz bolalar katta natija ko'rsatgan. Shuni aytib ketishimiz kerak. Ko'ramiz. Overall, while the participation nima degani? Qatnashish ko'rsatkichi qiz bolalarni in these age groups were higher in drama. Qizlar debda eng katta bo'lgan dramada, singingda and especially dancing. Qarang, mana shu yerda especially ni qo'yapti. Urg'u beryapti. Va ayniqsa dancingda eng katta bo'lgan nima? Katta bo'lib ketganda, albatta. Farqi katta orasidagi. Shuning uchun especially in dancing deb ketyapti. Endi virgul bilan aytyapti. Nimaga virgul qo'ydi bu yerga? Chunki while bilan boshladi. Vaholanki ayollarning ko'rsatkichi qatnashish bo'yicha mana shunda katta bo'lgan bo'lsa, mana bilasizlar tashlani. Were higher in mana shunda katta bo'lgan bo'lsa, boys exhibited higher figure. Higher nima edi? Yuqori ko'rsatkichlarni mana shu joyda ko'rsatdi. Play musicals and sports. Shu joygacha tushundingizmi?
Что mana erkak va ayollarni qaysi kategoriyalarda katta-kattaligini aytib oldim. Endi moreover bizda nariga ikkita qoida bor edi. Endi boshqa qoidaga o'taysiz, overall qismida. Siz moreover yoki additionally o'shandaqa so'zlar bilan yozishingiz kerak bo'ladi. Shuni chizib qo'ying. Sports were the most popular activity. Nima debdi? Eng mashhur. Eng mashhuri to'g'ri bo'lgan ekan. Maytga virgul qo'yamiz. Virgul qo'yamiz. Regardless of the gender of the participants, nima deb turibdi? Jinslar o'rtasida deb qaralgan. Jinsiga qaramasdan. Regardless of the gender of the participants, bu jinsiga qaramasdan deb aytibdi. Shular siz eng katta nimani aytib oldingiz kategoriyani. Eng kichigini aytmabdi. Eng kichigini aytmabdi. Tashlab ketsangiz bo'ladi sizda mana shunaqa o'zi yetarli ma'lumot aytdingizmi? Eng kichigini aytmasangiz ham bo'ladi. Aytsangiz ham bo'ladi. Muammosi yo'q u narsani. Aytib o'tganingiz o'zingizga foyda ham so'z ko'proq. Agar so'zingiz kam chiqadigan bo'lsa, aytib o'tganingiz yaxshiroq. Tamam. Keyingisini ko'ramiz. Bitta the chart below show the number of car trips. Nima degani car trips? Avtomobil sayohati. Avtomobil sayohati taken by men and women. Erkak va ayollar o'rtasida avtomobilda sayohat qilish bo'yicha ko'rsatkich ekan. For different purposes. Turli xil sabablar bilan. Per day in European city. Yevropa shahrida ekan bitta. Xo'p, qaysi biri ayol, qaysi biri erkak? Manasi ayollar, bunisi erkaklar. Birinchi qoidamiz nima edi? Eng kattasi. Eng kattasi qaysida erkaklar? Undagi pastda oxirida ekan. To and from work, ishga borish va qaytish. Eng kichigicha was eating out degan. Eating out degan. Ayollar eng kattasi qaysi? Ayollar eng kattasi undagi shopping. Shoppingda ekan. Hop, eng kichigicha. Eng kichigi eating out degan. Eating out degan. Shu narsani ko'ra oldingiz. Endi ayollar erkaklarga nisbatan qaysi kategoriyada katta? Shoppingda. Shoppingda, to'g'ri. Ya'ni real undagi meeting friends, yana eating out degan. Eating out. Mana shu uchalasida o'tib ketgandingiz, boya tepada yozdik-ku. Mana shu 3 ta activityda o'tib ketgan. Erkaklar bo'lsa eng katta ko'rsatkichlarni entertainment, taking children to school, to and from work deb yozib berishingiz kerak. Endi umumiylikni olib kelamiz. Ikkala jins ham qaysi kategoriyada eng kattalarini ko'rsatgan? Qaysi kategoriyada ikkala jins ham eng katta ko'rsatgan? Oxirida. Ishga borish va qaytish. Shoppingda ham to'g'risi bo'ladi o'sha joyda. Xo'p, ko'ramiz yozilganini. Overall, while bilan boshlayapti Orhan. Chunki bu yerda ikkita narsani solishtiribdi. While women took more trips for purposes. Ayollar ko'proq sayohat qilibdi, shu sabab bilan. For purposes such as bilan belgilayapti mana shu yerda. In demaptida such as deydi. Such as eating out, meeting friends and shopping. Their male counterparts. Agar sizda jins berilgan bo'lsa, male counterparts, female counterparts deb ishlatsangiz bo'ladi. Exhibited higher figures when it comes to. Mana ham yaxshi so'z. Nima degani exhibit? Shu yuqori ko'rsatkichda kelyaptimi? Yuqori ko'rsatkichda ko'rsatibdi. Shu joylarda. Sarf qo'ying. Hop. Their male counterparts exhibit high figures when it comes to entertainment,
taking children to school and commuting. Commuting bilmadigani yaxshi so'z. Ishga borish, ishga qaytish. O'sha commuting. Solishtirib oldingiz, qarang, qaysi kategoriyada erkaklar katta, qaysi kategoriyada ayollar kattaligini boshida solishtirib oldingiz. Bundan keyin ikkala jins ham qaysi birida katta ko'rsatishni ko'rsatmoqchi bo'lgan paytda ikkinchi qoidaga o'tayotgan paytingizda moreover ishlatishingiz kerak. Taking children to school, shopping and commuting. Taking children to school. Mana uchalasini katta deb qarang. Taking children to school, shopping and to and from work. Mana shu uchala qismida erkaklar ko'proq sayohat qildi deb aytib ketadi. And commuting were the most common purposes. Were the most common purpose. Yana nima deb ketadi? Were the highest figures deb ketadi bo'ladi. Bitta common purpose deb ishlatibdi. Biz aytdik the most highest deb ishlatdik. The most highest figures. For driving regardless of gender of the drivers. Aytdi virgul bor. Xo'sh, nima degan edi? Regardless. Regardless. Jinsiga qaramasdan. Jinsiga qaramasdan. Haydovchilarning jinsiga qaramasdan. Mana shu kategoriyada ikkalasi ham katta bo'libdi deb aytadi. Xo'p, bittasiga yozib ko'ramiz. Yozmas ekanmiz, soatimiz o'zi 11 o'tdi. Oral qismi mana shu bilan yakunlaymiz. Ham qanchalik darajada tushundingiz oral qismini? Eng kattasini topish kerak ekan. Eng kattasini topish kerak ekan. Eng kichigini topish kerak ekan. Qaysi birida ustunkorligini topish kerak ekan. Ikkalasidan bittasida. Shunaqa. Hop, sizga beraman, qarang yozishga. Ikkita beraman yozishga, o'shanga yozib qo'ysangiz. Yaxshi bo'ladi. Mana joyini eslab qoling-da, axir. Oral qismida, yilsiz qismida ikkita asosiy qoida va boyagi nazariyasi bor. Hop. Hozir birdan topib olay, qaysini uchun. Keyin bitta joyini o'rgataman bo'ldi. Tashab qo'yamiz sizga. Birinchisi mana bu. The number and purpose strips made by man and woman. Mana bu oqrog'i ayolda, qorarog'i erkak. Hop, bunisida berilgan. Oqrog'i female, qorarog'i male. Mana shu ikkalasiga overall yozib berasiz bo'ldi. Bo'ldi. Mana bunga qarab oling-da. Mana bunga yana bir marta qarab, joylari bor yodlanadigan, shu joylariga qarab oling. Hop, endi nima qilamiz? Endi men sizga bitta full strukturasini ko'rsataman bu. Full yozishning strukturasi. Introduction bo'ladi o'z boshida har doim. Qarang. Introductionda so'zini paraphrasing qilasiz. Hozir o'zgartirasiz. Task 1 comparative structure. Comparative structure ni ko'rasiz. So'zini o'zgartirasiz. Keyin oral qismida nechta edi? Ikkita qoida bor. O'sha solishtirib yozib berishingiz kerak. Endi qarang. Body 1. Body 1 degan so'zni yozmaysiz, просто men sizga yozib ketaman. Body 1 da nima qilamiz? Body 1 da topic sentence bor. Topic sentence dan keyin 16 ta structure. 16 ta strukturani ishlatib berishingiz kerak. Body 2 dachi. Body 2 da ham shunaqa. Topic sentence plus 16 ta structure.
oltita strukturani ishlatib berishingiz kerak. Men sizga hozir topic sentence nimaligini tushuntiraman machiq qismida. Misol uchun qarang. Mana bu bar grafga qaragan paytingizda siz ajratib olishingiz kerak body 1 da nima yozishni, body 2 da nima yozishni. Mana shu qismini ajratib bersangiz, kirish so'zini yozib berishingiz kerak bo'ladi o'sha paytda. Mana misol uchun qarang, mana ustiga erkak va ayollarni sayohat qilishi bo'yicha ekan. Sizda ikkita kategoriya berilgan paytda erkak va ayol yoki BMW, Mercedes degan paytda siz ikkalasini alohida bodyda yozganingiz yaxshi. Misol uchun bunda qaysini nima qilar ekanmiz bunda? Bunda erkaklar adini, body 1 ga, body 2 ga ayollar. Shu. Ikkita kategoriya berilgan paytda o'shanda. Man birinchi yozib oling, keyin woman deb yozib oling. Mana shu narsani siz ajratib bera oldingizmi? Bu logic paydo qilyapsiz-da. Mantiqiy yondashyapsiz va sizda organizational skillslar paydo bo'ladi. Shu tog'dan olmayapsiz-da, yoki o'rtadan olib ketmayapsiz-da. Shu ajratib oldingiz. Endi qarang, topic sentence'ni o'rgataman, mana shu kirish qismida nima qilish kerakligini. Ajratib ola oldingiz, misol ko'ryapsiz, ajratib ola oldingiz. Endi o'shani so'zlari kerak. Mana qoida bor edi. Lesson 3midi, lesson 4midi bilmadim. O'sda tushdi degan bor edi. Mana narsani ko'rgandim. Focusing on increases first yoki by contrast decreased over the years degan narsalarni ko'rgandim. Mana o'sini ham ko'rgandim. Exhibited consistently higher figures yoki in contrast relatively smaller numbers. Endi siz nima qilasiz? Mana shu joylardan olasizda topic sentence'ga nima deb yozasiz? Focusing on males rate first. Erkaklarni ko'rsatkichiga birinchi nazar qarataylik. Shunday yozdingiz, mana shu topic sentence. Shunda siz o'zingizda keyingi body paragraf, mana shu body paragrafingizda keyingi gaplaringizda kim haqida gapirayotganingizni yozib berdingiz-da. Mana shu topic sentence. Endi qarang. Har doim eng kattasidan boshlang. Erkaklar gapiryapsa, body paragrafda eng kattasidan boshlang. Mana shu qismidan boshlaysiz. Traveling to work eng kattasi edi. 16 ta struktura yo'q ketadi. Endi body 2 da ayollar haqida gapiryapsa, bunda ham o'zini topic sentence bor-da. By contrast women show it yoki exhibited farqi yo'q, show it a different share yoki percentage boshqacha ko'rsatkichni ko'rsatdi deb aytib ketyapsiz-da. Shunda siz mayda woman deb ketdingiz-ku. O'sha siz aytyapsiz, mana shu paragrafimda ayollar haqida gapiraman deb. Shunda ana imtihonchi ham his qiladi, bu paragrafingizda qolmay ayollar ketar ekan. Siz mana shunga ajratib olishingiz kerak. Tushunamizmi? Yana qarang, ko'rsataman. Exceptions bor-da. Exception bor. Har doim ham shunda sizda mana narsa berilmasligi mumkin. Man, woman deb ajratmasligi ham mumkin. BMW yoki Mercedes berilishi mumkin. Yoki tug'ilish yoki o'lish berilishi mumkin. Siz o'sha paytda ba'zi paragrafingizda bir-biriga solishtirib berishingiz kerak mana. Endi ana joyga ham qaraymiz. Nima edi? Exhibited consistently higher figure. Kelasi ham o'sgan. O'sgan yo'q albatta. Has relatively smaller numbers. Eng yuqorisida kelasi. Body 1 da nima ekan? Eng yuqorisi body 2 da eng kichigini ajratib olsangiz bo'lar ekan. Buni qachon ishlatasiz?
kelib qolsa, misol uchun mana buni ham uchalasini bitta baziga olsa bo'ladi. Mana uchalasini bitta baziga olsa bo'ladi. Yoki mana bu qarang. Bu nima ekan? Production and consumption. Xohlasangiz bori production'ni bitta baziga oling. Olasiz consumption'ni bitta baziga oling. Ya'ni mana ikkala shaharni eng kattasini deb hisoblab oling-da. Qolganlarni eng kichigi deb hisoblab oling. Ishto o'shanda mana ikkita China bilan United States bor. Siz o'shani nima qilasiz? O'qitaman. Qayerdan o'qitasiz? Bazi 1. Bazi 2 da nima qilasiz? Eng kichigini yozaman. Eng kichigini yozasiz. Tamam. O'shanda mana uni bittaga oldingiz, qolganini bittaga oldingiz. O'zini topic sentence bor lekin bu yerda. Bunda topic sentence mana bunaqa bo'ladi. Exhibited consistently higher figures. In contrast, AV had relatively smaller numbers. Işte qolganiga nisbatan. Mana qolganlariga nisbatan. Russian, Japan and the remaining degan joy bor mana shu yerda. Were smaller for the remaining mana aytdi. Remaining categories. İşte har bitta shaharda sanab o'tmaysizda for the remaining categories deb ketasiz. Hozir siz bilan shu bazi 1da bazi 2da nima yozishni o'rgandik. Focusing bilan olsangiz bo'ladi, by contrast bilan boshlab. Ikkita berilgan bo'lsa, alohida-alohidaga ajratib olganingiz bari ma'qulroq. Qanchalik tushundingiz shu paragraflashga? Bo'ldi, eng yuqorisini ajratib olsam, eng yuqorisi emas. Overall'da eng yuqorisini ajratib olasiz. Ba'zi paragraflarda ba'zi paragraf adini yondashaman. Ba'zi paragraf. Ayol bo'lsa ayolga, ba'zi ikkida erkakka, erkakga. Shunaqa. Tamam. Yoza olasizmi mana bunga overall? Bunga overall. Keyin mana bunga overall yozib berishingiz kerak. Keyingi mana bugun hozir kechga kelaman. O'sha paytda full yozib ko'ramiz. Qolganlarga ham yaxshi bo'ladi, full yozganimiz. Full chiqaramiz hali videoni. Mana shu task 1 turiga to'liq yozib ko'ramiz. Xo'p. Tamam. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Bu overall va ba'zi paragraflarga ajratish qismi edi. Sog' bo'lasizlar.